Bir paytli uyda o'tiradigan ayol bo'lganman, o'zi yuridik sohada o'qigan, yurist ayol bo'lganman. Turmushga chiqib, farzandli bo'lganimdan keyin turmush o'rtog'im meni farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullan, ishlamak kerak emas deganlar, ishlatmaganlar va uyda o'tirgan vaqtimda zerikkanman uydagi bir xilliklardan, qanaqadir bo'ladi-ku, oshxonadan zerikkanman, qanaqadir qo'shimcha bir narsalar bilan shug'ullangim kelgan. O'sha vaqtda to'g'risini aytaman, qilmagan ishim qolmagan. Tikuv sohasida ham ishlaganman, tikuvchilik ham qilganman, to'quvchilik ham qilganman. Hamma ishni qilib ko'rganman. Ya'ni o'zim ustimda ishlash uchun, rivojlanish uchun harakat qilganman. Lekin shunchaki o'zing uchun shunaqa narsalarni ichki narxida olasan, azob bo'lgin deganda ustozlarim tarafidan berilgan taklifga o'zim uchun azob bo'la qolib, ulardan olsam katalog narxida olar ekanman, o'zim uchun olsam ichki narxida olar ekanman deb, o'zim uchun ichki narxida mahsulot olish uchun kompaniyaga a'zo bo'lganman va hozirgi kunda shu hobbim juda ham rivojlangan biznesimga aylanib ketdi. Lekin